Amerika Avam Palata a'zolariga Sharq Turkistondagi jazo lageriga munosabatlik dokladlar sundi. O'z xabarimiz. Dünya Uyg'ur qurultayının ijroliy hay'ati raisi Ömer Qanot apandi 9 ayning 14 kuni Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda Uyg'urlarga hamda qozoqlarga qarta elib berayotgan irqiy qirg'inchilik harakatida mas'uli bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash haqida Prezident Tramp hukumatiga xat yozgan. 17 senator va Avam palatasi a'zosining ishg'ollariga ayrim ziyorat qilib, tayyorlagan alayda rahmat xatini va jazo lageri haqida yangi chiqargan dokladlarni topshirgan. Hamda boshqa bir qancha Avam palata a'zosining ishg'ollariga ziyorat qilib, yuqoridagi senator va kongresslarning tarafidan boshlangan harakatni qo'llashini talab qilgan. O'tgan juma kuni Amerika Avam palatasining yana 8 a'zosi Trump hukumatiga xat yozib, Xitoyning Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan bostirish harakati va kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishga chaqirdi. Bu munosabat bilan 9 ayning 14 kuni yana Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Nikol Morgat bilan Dünya Uyg'ur qurultayining ijroliy hay'ati raisi Ömer Qanot apandim Amerika Avam palatasining mazkur 8 a'zosining ishg'ollariga ayrim ziyorat qilib, ishxona xodimlari bilan ko'rishib, ham ularga tafsiliy ma'lumot bergan. Hamda tayyorlagan alayda rahmat xati va jazo lageri haqida tayyorlagan yangi dokladlarni sungan. Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'ladigan Davlat Majlisi a'zolarining soni kun sayin ko'paymoqda. Yaqinda Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli va jazo lageri haqida yana bir cho'ng guvohlik berish yig'ini o'tkazilishi mumkin ekan.